Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensiya masalasida odamlar qanday qilib har oy 500 ming, 1 million, hatto 2 million so'mgacha pulni yo'qotib qo'yishi mumkin va buni qanday oldini olish kerak. Bu gap faqat pensionerlarga tegishli emas. Bu bugun ishlayotgan har bir odamga, rasmiy ish haqi olayotganlarga, norasmiy ishlayotganlarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga, chet elda ishlaganlarga, tug'ruq ta'tilida bo'lgan ayollarga, stajida uzilish bo'lganlarga ham tegishli. Pensiya jamg'armasi jim turgani uchun yoki sizdan hech kim kelib hujjatlaringizni tekshiring deb so'ramagani uchun hammasi joyida degani emas. Pensiya hisoblashda bitta hujjat yetishmasa, bitta davr stajga kirmay qolsa, ish haqi noto'g'ri ko'rsatilsa, natijada siz oyma-oy kam pensiya olishingiz mumkin. Eng yomoni, ko'pchilik buni kech biladi. Agar siz pulingizni yo'qotishni xohlamasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosing va videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda, real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman, qanday pensiya foydaliroq bo'ladi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda nimalarga e'tibor berish kerak? Qaysi hujjatlarni oldindan tayyorlash kerak va qanday xatolar eng qimmatga tushadi? Avval ko'pchilik odamlar pensiya haqida faqat 6 yoshga yaqinlashganda yoki ayollar 55 yoshga yetganda o'ylardi. Ishlaganman-ku, davlat o'zi hisoblab beradi degan qarash juda keng tarqalgan edi. Mehnat daftarchasi bor. Unda yozuvlar bor, demak muammo yo'q deb o'ylashardi. Lekin amalda hamma narsa bunchalik oddiy emas. Oldingi davrlarda ish staji asosan mehnat daftarchasi orqali tasdiqlangan. Ishxona muhr bosgan, lavozim yozilgan, ishga kirgan va ishdan chiqqan sana ko'rsatilgan bo'lsa, shu asos bo'lgan. Ammo ko'p korxonalar yopilgan, arxivlar yo'qolgan, ayrim yozuvlar noto'g'ri rasmiylashtirilgan, ba'zi davrlar umuman yozilmagan. Shuning uchun odam pensiyaga chiqayotganda 3 yil ishladim deb keladi, tizimda esa 20 yil chiqadi. Farq katta. Bu farq pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Soliq hisobotlari, ish haqi, ijtimoiy soliq to'lovlari, elektron mehnat daftarchasi, MyPod.uz pensiya tizimidagi ma'lumotlar bir-biriga bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni, hujjat yuritish osonlashadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar tizimda sizning ish haqingiz noto'g'ri ko'ringan bo'lsa, agar ish beruvchi siz uchun to'lov qilmagan bo'lsa, agar staj davringiz elektron bazaga tushmagan bo'lsa, siz men ishlaganman degan gap bilan darhol yugurib pensiya ola olmaysiz. Siz buni hujjat bilan isbotlashingiz kerak bo'ladi. Eng muhim o'zgarish shuki, hozir pensiya faqat yoshga yetdim degan mezon bilan emas, balki staj, rasmiy daromad, badallar, hujjatlar to'liqligi va ayrim hollarda pensiya turini to'g'ri tanlash bilan bog'liq. Odamlar aynan mana shu joyda xato qiladi. Kimdir yoshga doir pensiyani oladi, lekin boshqa imtiyozli asos unga foydaliroq bo'lishi mumkin edi. Kimdir nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi masalasida tanlov bo'lganini bilmaydi. Kimdir qo'shimcha hujjat olib kelsa pensiyasi oshishini bilmaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat. Odam pensiyaga chiqadi, unga masalan 1 million 400 ming so'm pensiya tayinlanadi. U xursand bo'ladi. Chunki hech bo'lmasa tayinlandi. Keyin bir tanishi sen falon joyda ishlagan davringni qo'shtirdingmi deb so'raydi. Tekshirsa 5 yil staj kirmagan yoki 1990 yillardagi yuqori oylik arxidan olinmagan. Qayta hisoblatganda pensiya 2 million 800 ming so'mga chiqishi mumkin. Demak, u har oy 1 million 400 ming so'm yo'qotgan. 1 yilga hisoblasak 16 million 800 ming so'm. Bu juda katta pul. Asosiy qism nimani bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Birinchi bilish kerak bo'lgan narsa pensiya miqdori tasodifan belgilanmaydi. U sizning ish stajingiz, hisobga olinadigan ish haqingiz, qonunchilikdagi minimal talablar va alohida koeffitsiyentlarga bog'liq. Men bu yerda sizni murakkab formulalar bilan charchatmayman, lekin mantiqni tushuntiraman. Staj qancha ko'p bo'lsa, rasmiy daromad qancha to'liq aks etgan bo'lsa, hujjatlar qancha toza bo'lsa, pensiya shuncha foydaliroq bo'lishi mumkin. Kimlar birinchi navbatda xavotir olish kerak? Birinchidan, uzoq yillar turli joylarda ishlaganlar. Masalan, bir odam 1995 yildan 1992 yilgacha zavodda, 1993 yildan 1998 yilgacha kooperativda, keyin fermer xo'jaligida, keyin xususiy firmada ishlagan bo'lishi mumkin. Har bir davr alohida tasdiq talab qiladi. Zavod arxivi boshqa joyda. Kooperativ yopilib ketgan. Fermer xo'jaligi hujjatlari to'liq emas. Xususiy firma esa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida qilmagan bo'lishi mumkin. Mana shunday odam pensiya yoshiga yetganda
eng ko'p muammoga duch keladi. Ikkinchidan, norasmiy ishlaganlar xavotir olishi kerak. Men 25 yil ustachilik qildim. Men bozorda savdo qildim. Men xususiy qurilishlarda ishladim deyishning o'zi pensiya uchun yetarli emas. Agar rasmiy mehnat shartnomasi bo'lmasa, ijtimoiy soliq yoki belgilangan to'lovlar bo'lmasa, hujjat bo'lmasa, bu davr stajga kirmasligi mumkin. Natijada odam butun umr ishlagandek charchagan bo'ladi. Lekin pensiya hisobida ish staji kam chiqadi. Uchinchidan, chet elda ishlaganlar alohida tekshirish kerak. Rossiyada, Qozog'istonda, Koreyada yoki boshqa davlatda ishlagan davr har doim ham avtomatik tarzda O'zbekistonda pensiya stajiga qo'shilib ketavermaydi. Davlatlararo kelishuvlar, to'langan badallar, rasmiy ish shartnomasi, tarjima qilingan hujjatlar, tasdiqlar muhim. Agar odam chet elda 10 yil ishlagan bo'lsa, lekin hammasi norasmiy bo'lgan bo'lsa, bu pensiyaga ta'sir qilmay qolishi mumkin. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, hujjatlarni oldindan yig'ib qo'yish kerak. To'rtinchidan, ayollar, ayniqsa farzand parvarishi sababli ishida uzilish bo'lgan ayollar hujjatlarni tekshirishi kerak. Tug'ruq ta'tili, bola parvarishi davri, farzandlar soni, ayrim imtiyozlar pensiya masalasida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu ham o'zi bilinadi degani emas. Tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, ish beruvchi buyruqlari kerak bo'lishi mumkin. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz oxirgi 15-20 yil davomida bitta yirik davlat tashkilotida yoki katta xususiy korxonada rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish haqingiz doim bank orqali tushgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'liq aks etgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangiz toza bo'lsa, xavf kamroq. Lekin baribir xavf yo'q demayman. Chunki ba'zan katta tashkilotlarda ham kadrlar bo'limi xato qiladi, lavozim nomi noto'g'ri yoziladi, ishga qabul qilish sanasi bazaga tushmaydi. Oylik noto'g'ri aks etadi. Kelinglar misol qilamiz. Akmal aka 6 yoshga chiqmoqda. U 1990 yildan 2000 yilgacha paxta tozalash zavodida ishlagan. Keyin 2000 yildan 2010 yilgacha xususiy firmada haydovchi bo'lgan. 2010 yildan 2024 yilgacha kommunal korxonada ishlagan. Akmal aka 36 yil stajim bor deb o'ylaydi. Lekin pensiya jamg'armasi bazasida 2010 yildan keyingi davr aniq ko'rinadi. 2010 yillardagi firma esa ayrim yillarda to'lov qilmagan. 1998-2000 yillardagi zavod arxivi esa boshqa tumanga topshirilgan. Natijada dastlab 24 yil staj chiqadi. Agar Akmal aka jim tursa, unga kamroq pensiya tayinlanadi. Agar u arxiv ma'lumotnomasini olib kelsa, xususiy firmadan ish haqi va buyruqlar nusxasini topsa, staji 36 yilga yaqinlashadi. Pensiya sezilarli oshadi. Yana bir misol, Dilnoza opa 55 yoshga chiqmoqda. U 20 yil maktabda ishlagan, keyin 8 yil uyda bolalar tarbiyasi bilan bo'lgan, keyin 7 yil bog'chada ishlagan. U pensiyaga murojaat qilganda faqat mehnat daftarchasini olib boradi. Lekin farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalarini, bola parvarishi davri haqidagi hujjatlarni, ayrim buyruqlarni olib bormaydi. Natijada ayrim davrlar hisobga olinmay qolishi mumkin. Agar u oldindan tayyorlansa, pensiya hisobida foydaliroq natija oladi. Uchinchi misol, Jasur 20 yil Rossiyada rasmiy ishlagan deb aytadi. Lekin qo'lida faqat eski shartnomalar rasmi bor. Ish beruvchi nomi o'zgargan. Ayrim yillarda patent bilan ishlagan, ayrim yillarda norasmiy. Pensiya yoshiga kelganda u hammasi hisobga olinadi deb o'ylaydi. Ammo pensiya jamg'armasi tasdiqlangan hujjat so'raydi. Agar u oldindan ish joylaridan ma'lumotnoma, badallar to'langani tasdiqlovchi hujjat, mehnat faoliyati bo'yicha rasmiy ko'chirma olib qo'ymasa, keyin buni topish ancha qiyin bo'ladi. Bu misollardan asosiy xulosa shuki, pensiya miqdorini oshirishning siri ba'zan yangi qonun qidirishda emas, balki o'z mehnat tarixingizni to'liq isbotlashda. Ko'pchilik odam pulni aynan hujjat to'liq bo'lmagani uchun yo'qotadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, menga pensiya tayinlandi, demak hammasi to'g'ri deb o'ylash. Yo'q. Pensiya tayinlangani uning ideal hisoblanganini anglatmaydi. Tayinlash mavjud ma'lumotlar asosida bo'ladi. Agar ma'lumot kam bo'lsa, natija ham past bo'ladi. Shuning uchun siz tayinlangan pensiya miqdorini tekshirtirishga, hisob-kitob asoslarini ko'rishga, qaysi davrlar stajga kiritilganini bilishga haqlisiz. Ikkinchi tuzoq, mehnat daftarcham bor yetadi degan fikr. Mehnat daftarchasi muhim, lekin undagi yozuvlar aniq bo'lishi kerak. Mur o'qilmasa, korxona nomi to'liq yozilmasa, ishga kirish va chiqish sanasi mos kelmasa, tuzatishlar tasdiqlanmagan bo'lsa, savollar tug'iladi. Ba'zi hollarda arxiv ma'lumotnomasi talab qilinadi.
Ayniqsa eski Sovet davri yoki 1990 yillar hujjatlarida bunday muammolar ko'p uchraydi. Uchinchi tuzoq, ish haqi masalasi. Pensiya hisobida faqat staj emas, ish haqi ham muhim bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar yuqori oylik olgan yillarni tasdiqlamaydi. Masalan, odam 1935-2000 yillarda juda yaxshi maosh olgan. Lekin hozirgi tizimda bu ko'rinmaydi. Agar arxivdan ish haqi ma'lumotnomasi olib kelinsa, pensiya bazasi yaxshilanishi mumkin. Ammo odam baribir hisoblashadi deb o'ylab, hech narsa olib kelmaydi. Natijada eng foydali davr hisobga tushmay qoladi. 4-tuzoq, pensiya turini noto'g'ri tanlash. Ayrim vaziyatlarda odamda bir nechta asos bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ayrim kasblar bo'yicha imtiyozli pensiya kabi variantlar bo'lishi mumkin. Har doim ham birinchi ko'ringan variant eng foydali bo'lmaydi. Men tomoshabinlarga doim aytaman. Ariza yozishdan oldin menga qaysi pensiya turi foydaliroq, iltimos hisob-kitob variantlarini tushuntirib bering deb so'rang. Sizning vazifangiz shunchaki ariza topshirish emas, eng foydali va qonuniy variantni tanlash. 5-tuzoq, kechikish. Ko'p odamlar pensiya yoshiga yetgandan keyin bir necha oy yuradi. Keyingi oy boraman, hujjatlarimni topib olay, vaqtim yo'q deydi. Bu yerda muddatlar masalasi bor. Ba'zi to'lovlar murojaat qilingan sanadan, ba'zilari belgilangan tartibdagi muddatlardan kelib chiqib tayinlanadi. Kechikish pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshiga yetishdan 3-6 oy oldin tayyorgarlikni boshlash eng to'g'ri yo'l. 6-nozik jihat, qayta hisoblash huquqi. Agar pensiya tayinlangandan keyin siz qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat topsangiz, ish haqi ma'lumotnomasini topsangiz, ayrim davrlar noto'g'ri hisoblanganini aniqlasangiz, murojaat qilib qayta hisoblashni so'rashingiz mumkin. Ko'pchilik buni bilmaydi. Endi bo'ldi, shunaqa olaman deb yuradi. Yo'q, agar asos bo'lsa, masalani ko'tarish kerak. 7-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular keyingi ishlagan davrlari to'langan badallar pensiyaga ta'sir haqida so'rash kerak. Qonunchilikda bu masalalar o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun har yili o'z holatingizni tekshirtirish foydali. Ishlayapman, demak pensiya avtomatik oshadi deb o'ylash ham har doim to'g'ri emas. Qanday tartibda qayta hisoblanadi? Qachon murojaat qilish kerak? Qaysi hujjat kerak? Buni aniqlashtiring. 8-nozik jihat, qarindoshlar nomidan yurish. Keksa ota-onalarimiz ko'pincha pensiya jamg'armasiga borib savol berishga qiynaladi. Ular bolam, menga shuncha chiqdi, demak shu ekan deb qo'ya qoladi. Men farzandlarga aytaman, ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir marta jiddiy tekshiring. Qaysi stajlar kirgan, qaysi ish haq olingan, arxiv hujjatlari bormi? Imtiyozlar qo'llanganmi? Siz bir kun vaqt sarflab ota-onangizga har oy qo'shimcha daromad olib berishingiz mumkin. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak? Birinchi qadam, mehnat tarixingizni qog'ozga yozib chiqing. Oddiy daftar oling va yillar bo'yicha yozing. Qaysi yilda qayerda ishladim, lavozimim nima edi, ishga kirgan va chiqqan sanam, tashkilot hozir bormi yoki yopilganmi, oylik rasmiy bo'lganmi, qo'limda qanday hujjat bor. Masalan, 1939-1996 Yulduz tikuv fabrikasi, tikuvchi, 1916-2001 savdo shirkati, 2002-2015 maktab, 2016-2014 xususiy bog'cha. Shunda siz bo'sh joylarni ko'rasiz. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. MyBobGo'Buz orqali yoki tegishli elektron xizmatlar orqali mehnat faoliyati, soliq to'lovlari, pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Agar o'zingiz qila olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli tanishingizdan yordam so'rang. Muhimi, tizimdagi ma'lumot bilan siz bilgan real hayot bir xilmi? Shuni solishtiring. 3-qadam, mehnat daftarchasini tekshiring. Unda barcha ish joylari bormi? Sanalar to'g'rimi? Muhrlar o'qiladimi? Tuzatishlar tasdiqlanganmi? Agar biror yozuv shubhali bo'lsa, oldindan o'sha tashkilot yoki arxivga murojaat qiling. Pensiyaga chiqqan kuni buni qilish kech bo'lishi mumkin. Chunki arxiv javobi haftalar yoki oylar oladi. 4-qadam, arxiv ma'lumotnomalarini yig'ing. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda aniq yozing. Men falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganman. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, lavozimim, ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma kerak. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ariza kerak bo'lishi mumkin. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa,
Eski nomini ham, yangi nomini ham yozing. 5-qadam ish haqi bo'yicha foydali davrlarni aniqlang. Ba'zan odamning eng yuqori rasmiy maoshi oxirgi yillarda emas, oldingi yillarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayrim sanoat, qurilish, transport, energetika sohalarida ishlaganlarda yuqori ish haqi davrlari bo'ladi. Pensiya hisobida qaysi davrlar olinayotganini bilmasdan turib rozi bo'lmang. Mutaxassisdan qaysi yillar ish haqim hisobga olinyapti, boshqa davr foydaliroq bo'lishi mumkinmi deb so'rang. 6-qadam. Pensiya jamg'armasiga borishda savollar ro'yxatini tayyorlang. Shunchaki pensiyaga hujjat topshirgani keldim demang. Men quyidagi savollarni berishni tavsiya qilaman. Mening umumiy stajim qancha chiqyapti? Qaysi davrlar stajga kiritilmagan? Nega kiritilmagan? Qaysi hujjat olib kelsam kiritiladi? Ish haqi qaysi davr bo'yicha hisoblanmoqda? Menga boshqa pensiya turi foydaliroq bo'lishi mumkinmi? Qayta hisoblash imkoniyati bormi? Arizamga javobni yozma shaklda olsam bo'ladimi? 7-qadam. Ariza va murojaatlarni imkon qadar yozma qiling. Og'zaki gapdan chiqadi, xodim almashadi. Siz aytganingizni isbotlay olmaysiz. Agar biror davrni qo'shishni so'rasangiz, yozma ariza bering. Arizada aniq yozing. Falon yillar stajimni hisobga olishingizni so'rayman. Ilova qilinadi. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini saqlab qo'ying. 8-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini oling. Asl hujjatni topshirsangiz, qabul qilinganligi haqida tilxat yoki ro'yxat bo'lsin. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, harbiy bilet, diplom, buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari hammasini papkaga joylang. Pensiya hujjati bu oddiy qog'oz emas. Bu sizning har oy oladigan pulingizga ta'sir qiladigan moliyaviy aktiv. 9-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Avval tuman pensiya jamg'armasi bilan masalani aniqlashtiring. Agar tushunarli javob bo'lmasa, yozma javob so'rang. Keyin viloyat darajasiga yoki tegishli vazirlik va idoralarning murojaat tizimlariga yozishingiz mumkin. Kerak bo'lsa, yurist bilan maslahat qiling. Bu janjal qilish degani emas. Bu o'z qonuniy haqqingizni aniqlash degani. 10-qadam. Pensiyaga chiqishga hali uzoq bo'lsa ham, hozirdan rasmiy ishlashga harakat qiling. Men yosh tomoshabinlarga alohida aytaman. Bugun konvertda oylik olish ertaga pensiyada katta zarar bo'lishi mumkin. Masalan, sizga 6 million so'm berishadi, lekin rasmiy oylik 20 million qilib ko'rsatiladi. Bugun siz farqini sezmasligingiz mumkin, lekin pensiya hisobida sizning rasmiy daromadingiz past ko'rinadi. 20 yil shunday davom etsa, bu kelajakdagi pensiyaga juda yomon ta'sir qiladi. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, to'lovlaringizni tekshiring. Belgilangan ijtimoiy soliq yoki boshqa majburiy to'lovlar o'z vaqtida to'langanmi? Qarzdorlik yo'qmi? Faoliyat davringiz tizimda ko'rinadimi? Ko'pchilik tadbirkor patentim bor edi yoki guvohnomam bor edi deydi. Lekin to'lovlar masalasida uzilish bo'ladi. Pensiya uchun faqat faoliyat qilganingiz emas, qonunda belgilangan tartibda to'lov qilganingiz ham ahamiyatli. Agar siz chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hozirdan rasmiy hujjat yig'ing. Ish shartnomasi, ish beruvchidan ma'lumotnoma, maosh bo'yicha ko'chirmalar, badallar to'langani haqidagi tasdiqlar, tarjima va legalizatsiya masalalarini e'tiborsiz qoldirmang. Keyin olaman desangiz, keyin ish beruvchi yo'qladi. Arxiv topilmaydi. Siz esa yillarni yo'qotasiz. Agar siz ota-onangiz uchun tekshirayotgan bo'lsangiz, ulardan butun mehnat tarixini so'rab yozib oling. Keksalar ayrim ish joylarini unutishi mumkin. Eski suratlar, kasaba uyushma biletlari, eski ma'lumotnomalar, diplomlar, buyruq nusxalari, harbiy xizmat hujjatlari ham yordam berishi mumkin. Har bir kichik qog'oz katta pulga aylanib qolishi mumkin. Men yana bir narsani ta'kidlayman. Pensiya jamg'armasi xodimi ham mavjud hujjat va tizimda ma'lumot asosida ishlaydi. U sizning hayotingizni boshdan oxirigacha bilmaydi. Siz o'zingiz faol bo'lmasangiz, u siz uchun yopilib ketgan korxona arxivini qidirib yurmaydi. Shuning uchun pensiya masalasida eng katta mas'uliyat o'zingizda. Siz savol berishingiz, tekshirishingiz, hujjat olib kelishingiz kerak bo'lsa, qayta murojaat qilishingiz kerak. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchi bo'ldim. Pensiya miqdori taqdir emas. Ko'p hollarda u hujjat, staj, rasmiy ish haqi va to'g'ri tanlovga bog'liq. Agar siz jim tursangiz, tizimda nima bo'lsa, shu asosida hisoblanadi. Agar siz tekshirsangiz, yetishmayotgan davrlarni topsangiz, arxiv ma'lumotlarini olib kelsangiz, pensiya turini to'g'ri tanlasangiz,
har oy sezilarli pulni saqlab qolishingiz mumkin. Har oy 2 million so'm yo'qotmaslik siri oddiy. Pensiyaga chiqishdan oldin hamma hujjatni tekshirish, stajni to'liq isbotlash, ish haqining foydali davrlarini aniqlash va pensiya jamg'armasidan hisob kitobni tushuntirishni talab qilish. Bu sizning haqqingiz. Izohlarda yozing, sizda yoki ota-onangizda pensiya hisoblashda muammo bo'lganmi? Qaysi davr stajga kirmay qolgan? Arxivdan hujjat olishda qiynalganmisiz? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Pensiya masalasida bitta vaqtida berilgan maslahat oilangizga har oy katta pulni saqlab qolishi mumkin.